alaykum. Bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga sizlar bilan Televiron ko'rsatuvining navbatdagi soni va men Dilshoda Rustamjonova. Hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli Kango. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Tanishamizmi? Meni otim Dilshoda. Siz otingiz nima? Muhammad Behruzda. Bu sinizmi? Yo'q, bu o'g'il bola. Madina onu bor, o'sha qiz bola. Sizni hech taqdim yo'qmi? Hech kim yo'q. Olib ketaman sizni. Bitta nima qilaman? Bittami? Etti shikolatlar bormi? Shikolatlar bor. Unda siz meni olib keting. Ani uyimda ko'p odam borda. Uyalashdi. Men uyalmayman. Ani bo'lmasa odamlar ketishadi. Yo'q, ketishlari shart emas. Men o'sha ko'p odamlarning ichiga yana bitta odam bo'laman. Lekin uyimda ovqat yo'q. Apam pishirmadi ovqat. Dadangiz urush berarlarmi agar men borsam uyingizga? Ha? Nima deydilar? Nima tuzukdan chiqsang, deydi, uning do'st. Nima chiqsang, deydi, sizni haydab deyishadi. Dadangiz meni yomon ko'rarlarmi? Nima tuzukdan chiqdilar, misol deydi. Keyin sizni chiqarishadi. Yasmina, kimni ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz. Kanada yaxshi ko'rmayotganlarimni. O'sha yaxshi ko'rmayotganlaringiz kim? O'rtoqlarim Qaysi o'rtoqlaringiz? hammasi. Chunki hammasi o'g'il bolalar bilaman. Ana bu Shukron o'rtog'im, o'sha Shukron degan o'rtog'im borda. O'sha o'g'il bolalar bilan ko'proq o'ynaydi, qizlar bilan kamroq. O'pka nima degani? O'pka degani ana va nimadirni o'pka bo'lishi kerak. Agar o'pka bo'lmasa, tana a'zolarimiz ham yo'q bo'lishi kerak. O'zi nima ish qiladi o'pka? O'pkami? O'pka. O'sha o'pka borku, o'sha ana yuragimizni duqillaydi-ku, yuragimizni o'lib qolmaylik deb. Adez sizdan nima uchun kechirim so'radilar, Muhammad Rizo? Unim kechirim qo'yib qo'ya qoli, ertaga bera qo'y dedi. Ha dedim. Nimani olib bermadilar? Ahvo beraman dedi o'g'lim. Adam kelishanda olib bermadi. Qo'shiq aytishni bilasizlarmi? Men birinchi aytib beraman. Xo'p, to'xtang. 3 gacha sanayman. 1 2 3 qani ketdi. Tupurdim jinokur servinga, tupurdim qalbaki mehringa. Nimaga bunaqa xunuq qo'shiq yodlab keldingiz? O'zim men buni yaxshi ko'raman-da. Chiroylirog'i yo'qmi? Chiroyli yog'im bor. Aytib berasizmi? Ha? 1 2 3 qani ketdi. Tupurdim jinokur servinga. Kim sizni ko'proq uyaltiradi? Oyim. Siz uyalib ketsangiz nima qilasiz? Bilmayman, xonaga kirib telefon o'ynayman. Rustambek, siz saxiymisiz yo baxilmisiz? Baxil. Qancha bo'ldi pulingiz? 24. 24 ming bo'ldimi? 20 o'zi sandiqcham bor. Sandiq. O'sha Taqtini qilishimda men o'zim ishlataman. O'sha sandiq to'lgandan keyin nima qilasiz? Yana bittasi bor, o'shani solaman. Nima sotib olasiz o'sha pullarga? Pulingiz ko'p-ku, odamni o'zi telefonlarni butun o'tkazsam, internetlar Wi-Fi yo'q bo'lsa qotib turadi, o'shanda yana olib beraman. Qotmaydigan telefon berasiz, to'g'rimi? O'zi uni ancha bo'ldi o'jarlardi. Barakalla, yangi. 2024-yilda o'jarlar. Behruz, nimani berkitib yegansiz? Ijtimoiy faqat so'rab yeyman deganda. Siz doim so'rab yeysiz, to'g'rimi? Sinizchi so'rab yeydimi? Bilmayman. Odamlarning ichida nima bo'ladi? Yurak bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, yana-chi? Nima ichi deyishdi, nima degani u? O'pka nima ish qiladi? O'pka nima degani? Yurak nima ish qiladi, Shahrizoda? Nafas oladi. Yurakni urishini eshitib ko'rganmisiz? Qanaqa bo'ladi?
bo'ladi. Barakalla. Shahrizoda, sizdan kim kechirim so'rash kerak? Ukam. Nima uchun? Chunki u meni baqirib turadi, o'ziga o't beshiydi. Kim bilan ko'chaga chiqish yaxshi? O'sha ukam bilan? Ikkalangiz o'zingiz ko'chaga chiqasizlarmi? Yo'q, to'rtta. To'rtta? O'zimizni 3 taymiz, yana tug'yaptilar, opam 4 ta bo'ladi. Nega menga gul olib kelmadingiz? Esimizdan chiqib qoldi-da. Demak, yaxshi ko'rmas ekansiz. Yaxshi ko'raman. Nima bo'lsam, hamma Alabay degan videolaringizni ko'raman. Hamma videolaringizni bitta-bittalab ko'rganman. Bitta ko'rmagan videom yo'q. Necha yoshsiz? 21. Katta qizmanmi? Kimni ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz, Shirin? Meni kimdir xafa qilib qo'ysa, ana film shunaqada xafa bo'lib olaman. Kechirmaysizmi? Kechirim so'rasa kechirim. Bugun qanaqa kun bolalar? Yozga avgincha qoldi qish. Kim ko'k somsani yaxshi ko'radi? Bu Siz qanaqa somsani yaxshi ko'rasiz? qora. Qora somsa bormi? Qora somsani ichida nimalar bo'ladi? Sabzi. Yana? Kola emas. Kola ichadigan narsa, gufina. Ko'k somsani ichida nimalar bo'ladi? Osiyo? Go'sht. Qaz. Topolmadinglar. Yerdan o'sib chiqqan o'tni yesa bo'ladimi? Kapalimi? Kapali. Bantik. Bantik. Yarashibdimi? Endi esimga tushdi. Qo'shig'ingiz-a? Turli shirinliklar bor. Birga o'ynaymiz, o'ynab o'ynaymiz. Biz baxtlimiz. Bahorda qanaqa bayramlar bor? Bahorda esimdan chiqib ketdi. Biladim, lekin esimdan chiqib ketdi. Sumalak nima degani? Qorinasi ichiga tashlab oladi. Nima uchun sumalakka o'zi tosh solishadi? Qiziqmayman. Lekin yeyishda qiziqaman, lekin so'rashda qiziqmayman. Oyoq kiyim bilan ani kisarovka bilan огород ko'rmash kerak. Kisarovkan chunki ishxonaga kiyib ketadi odamlar. Огород loy. Kisarovka nima? Oyoq kiyim. Krasovka, to'g'rimi? Qarang, Mustafa, kimni ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz. Ayam meni ursa ham xafa bo'laman. Ayi, sizni urarlarmi? Ha? Nima uchun uradilar? Chunki men hech narsa qilmasam ham uradi-da. Voy yo'q-e. Menimcha siz quloqsiz, aqlsiz bolaligingiz uchun urarlar. Nega unaqasiz? Dadam oldin men eski bog'chadaligimni tarbiyam buzgan, keyin dadamga ayam zarda bergan. O'pka nima ish qiladi? O'pka qanaqa ish qiladigan bilmay, hali YouTube'da ko'rmaganman o'pka nimaligini. YouTube'da nimalarni ko'rasiz? Minecraft ko'raman. Dunyodagi eng kuchli odam kim, Mustafa? Eng kuchli odam sportsmen. Eng chiroyli odam kim? Eng chiroyli odam hali ko'rmaganman. 5 yoshingizgacha chiroyli odam ko'rmadingizmi? Ko'rmaganman. Oyingizchi? Ko'rmagan. Ayam meni unda urishib beradi-da, uni ko'rsam. Men chiroylimanmi? Biqindan nima bo'ladi? Biqin bor. Marta biqin bo'ladi. Biqin. Men chiroylimanmi? Biqin. Yurak biqinga yaqin-da. Yurak biqinga yaqin. Biqiningizga kimdir ursa nima bo'ladi? Biqinim og'riydi. Marojniy olib beraman. Pul nima uchun kerak, Shahrizoda? Kunyoshimga. Nimaga dadangizga kiyim olib bering demaysiz? Chunki adam pullari ozgina qolgan, klinikka bez kerak hali. O'shancha. Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ko'rishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.
hamkorimiz mazali mevali yoqimli Kango. Xayr, salomat bo'ling.